Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, qadrli vatandoshlar. Bugun men sizga bir katta va'da haqida gapirib beraman. Hukumat rasman e'lon qildi. 2026-yildan boshlab va to 2030-yilgacha var yili oylik ish haqlari, nafaqalar, stipendiyalar va nafaqalar inflyatsiya darajasidan yuqori oshiriladi. Bu inflyatsiyaning o'zi qancha bo'lmasin, narxlar 2% oshsa, nafaqa 3%, narxlar 6% oshsa, nafaqa 7%. Boshqacha aytganda, hukumat sizga va'da qilmoqda. Var yili sizning nafaqangizning chin qimmati o'sib boradi. Var yili siz bugungidan ko'ra ko'proq narsa xarid qila olasiz. Bu go'zal jaranglaydi. Bu zamonaviy, bu Yevropa davlatlari darajasidagi va'da. Bu va'da Iqtisod va moliya vazirligining 2026-yilgi byudjet posilkasida 2026-2028-yillarga mo'ljallangan yangi fiskal strategiyasida yozilgan va makroiqtisodiy va fiskal siyosatning 2030-yilgacha bo'lgan asosiy maqsadlari hujjatida ham mustahkamlangan. Bu oldingi strategiyadan farq qiladi. Oldingi strategiya faqat inflyatsiyadan kam bo'lmasin degan qoidani belgilagan edi. Yangi strategiya esa aniq ravshan aytadi. Real o'sish bo'lsin, inflyatsiyadan ziyod bo'lsin. Bu katta va'da. Lekin aziz vatandoshlar, har bir katta va'da o'rtida aniq bir haqiqat turadi va bugun men sizga shu haqiqatni aytib beraman. Chunki bilish bu kuch, bilmaslik bu qashshoqlik. Shu rolikni oxiriga qadar iltimos ko'rib chiqing. Chunki men sizga aytaman, bu va'da qayerda yo'qoladi. Markaziy bankning 5% inflyatsiya maqsadi nima uchun aniq 7 marta keyinga surildi? Har bir foizlik nafaqa oshirish byudjetga qanchalik qimmatga tushadi va eng muhimi, siz o'z nafaqangizning chin va to'liq indeksatsiyasini qanday talab qilishingiz mumkin? Yuristning 5 qadami buni har bir o'ylab biladigan va ishlatadigan qurol bo'lishi kerak. Endi eslab ko'ring, aziz vatandoshlar, 5 yil oldin nafaqangiz qancha edi va shu pulga nima xarid qila olardingiz? 10 yil oldinchi 1 kilo mol go'shti qancha turarkin edi? Bir pachka tarvuz qancha turarkin edi? Yurak va qon bosim dorilaringizning bir oylik kursi qancha turarkin edi? Gaz va elektr narxlari qanday edi? Siz buni juda yaxshi bilasiz, chunki siz var kuni o'z cho'ntagingizga, var kuni o'z bozor xaltangizga qaraysiz. Rasmiy statistika aytadi, 2025-yilda inflyatsiya 8% bo'ladi, 2026-yilda 6-7%, 2028-yilga borib esa 5% ga tushadi. Bu rasmiy raqamlar. Lekin o'zingiz bilasiz, sizning bozor xaltangizdagi narxlar bundan juda tezroq o'sadi. 1 kilo go'shtning narxi 1 yilda 20% ga, ba'zan 30% ga ham oshadi. 1 litr yog' 15% ga oshadi. Bir pachka tarvuz yoki sabzavot mavsumiy ravishda qop-qora narxlarga chiqadi. Dorilarning narxi dorixonalarda muttasil ko'tarilib boradi. Gaz, elektr, issiqlik xizmatlarining tariflari ham har yili qayta ko'rib chiqiladi. Natijada nima bo'ladi? Rasmiy raqamlar bo'yicha sizga nafaqangiz 10% ga oshirildi, hayot qimmatligi 6% ga oshdi, demak siz ishda qolgansiz. Lekin sizning chin hayot qimmatligingiz 20% ga oshdi va siz yana kambag'allashgansiz. Shuning uchun rasmiy va'da inflyatsiyadan yuqori, bu qog'ozda yuqori, amalda esa uning yetishmasligi ayni hayotingizdan ko'rinib turadi. Iltimos, bu rolikning oxirida kommentariyalarda yozing, o'ylab byudjetingizda qaysi 3-4 narsa eng kuchli qimmatlashgan. Bu mevalar, go'sht, yog', dorilar, gaz, elektr nima va sizning nafaqangiz so'nggi 2 yilda qancha oshirilgan? Sizning har bir so'zingiz bu mamlakatdagi adolat uchun kurashda muhim ma'lumot. Men sizga bir misol aytay. Toshkentdagi bir onaxon menga shunday maktub yozdi. Rustamjon o'g'lim, 2 yil oldin mening nafaqam 834 ming so'm edi, 1 kilo mol go'shti esa 65 ming so'm edi. Demak, mening nafaqam 12 kilo go'shtga yetar edi. Hozir nafaqam 918 ming so'm, 1 kilo mol go'shti esa 95 ming so'm. Hozir mening nafaqam bor yo'g'i 9,6 kilo go'shtga yetadi. Rasmiy ravishda nafaqam 10% ga oshirildi, lekin mening chin nafaqam go'sht bilan hisoblasak 20% ga kamaydi. Bu maktubni o'qib men juda qayg'urdim. Chunki bu millionlab nafaqorning haqiqiy hayotidir. Rasmiy raqamlar bir narsa, bozor xaltasi o'lchovi mutlaqo boshqa narsa. Endi men o'zimni tanishtiray. Mening ismim Rustam Nuriddinov. Men yuristman, advokatman. Uzoq yillardan beri O'zbekiston fuqarolarining
ayniqsa nafaqaxo'rlarning huquqlarini himoya qilib kelmoqdaman. Bu kanalimda sizga mamlakatimizdagi barcha yangi qonunlar, barcha yangi prezident farmonlari, barcha yangi tartib qoidalar haqida oddiy tushunarli tilda tushuntirib beraman. Chunki bilish bu kuch. Siz o'z huquqingizni bilmasangiz, hech kim unga o'z o'rningizga kurashmaydi. Bu mamlakatda var bir imtiyoz, var bir haq, var bir tiyin faqat siz talab qilganingizda beriladi. Shuning uchun o'ziroq kanal tagidagi obuna bo'lish tugmasini bosing, qo'ng'iroqchani bosing, like ham bosing. Bu rolikni o'z bolalaringizga, nevarangizga, mavalangizdagi barcha otaxon va onaxonlarga ko'rsating. Endi tarixga biroz qaytaylik. Sovet ittifoqi davrida eslaysizmi, narxlar deyarli qotib turardi. 1 kilo go'sht, 1 litr sut, 1 kilo non ularning narxi yillar davomida o'zgarmasdi. Shuning uchun indeksatsiya degan tushuncha ham u paytda deyarli kerak emas edi. Sizning ish haqingiz bir oy avval qancha bo'lsa, u bugun ham shuncha, ertaga ham shuncha. Mustaqillikning birinchi yillarida inflyatsiya keskin oshdi, lekin undan keyingi vaqtlarda davlat var yili nafaqa va ish haqlarini oshirib turdi. 2024-yil 1 sentyabr kuni nafaqa va pasobiyalar 15% ga oshirildi. 2025-yil 2 iyun kuni prezidentimiz 91 raqamli farmonni imzoladi va uning asosida 1 iyul kunidan boshlab nafaqalar yana 10% ga oshirildi. 1 avgust kunidan boshlab esa byudjet sohasi xodimlarining ish haqi va stipendiyalari 10% ga oshirildi. Rasmiy ravishda hammasi yaxshi, hammasi to'g'ri, hammasi inflyatsiyadan yuqori, lekin haqiqatda sizning chin nafaqangiz yil davomida tobora kam narsa xarid qila oladigan bo'lib qoladi. Bu nima uchun shunday? Endi men sizga rasmiy raqamlarni berishim kerak, chunki bu muhim. Birinchisi, Markaziy bankning inflyatsiya bo'yicha targeti, ya'ni maqsadi. Bu maqsad 5%. Bu maqsad dastlab 2019-yilda prezident farmoni bilan belgilangan. Dastlab uni 2023-yilda erishish mo'ljallangandi. Keyin u 2024-yilning oxiriga surildi, keyin 2025-yilning ikkinchi yarmiga, keyin 2026-yilga, keyin e'lon qilindi 2027-yilgacha erishamiz. Va endi yangi fiskal strategiyada bu muhlat hammasidan bo'lib o'tdi, martda keyinga surib qo'yildi. Hozirgi va'da bu 2028-yilgacha etiladi. 7 martda keyinga surilgan bir va'da. Siz bu va'daga nechog'lik ishonishingiz mumkin? Iqtisodiy jurnalistlar buni erishilmas orzu deb yozishyapti. Ikkinchi muhim raqam nafaqa oshirishning qimmati. Iqtisod va moliya vazirligi aniq aytgan, barcha O'zbekiston nafaqaxo'rlarining nafaqasini bor yo'g'i 1% ga oshirish byudjetdan 861 milliard so'm qo'shimcha mablag' talab qiladi. Byudjet sohasi xodimlari ish haqining 1%lik oshishi esa 1,617 trillion so'mdan oshishi mumkin. Demak, har safar prezidentimiz nafaqa 10% ga oshadi deb e'lon qilganida, bu byudjetdan qariyb 8 trillion so'm qo'shimcha xarajat demak. Bu katta pul, bu oson qaror emas. Uchinchi raqam pensiya jamg'armasining defitsiti. 2026-yilda pensiya jamg'armasining o'z daromadlari 64,7 trillion so'mni tashkil etadi. Uning xarajatlari esa 86,1 trillion so'm. Defitsit 21,4 trillion so'm. Bu defitsitni to'ldirish uchun davlat byudjetidan pensiya jamg'armasiga 23 trillion so'm yo'naltiriladi. Bu oldingi yilga nisbatan 13,8 ko'proq. Bu raqamlar juda katta, lekin ularning chin ma'nosi nima? Bu ma'no shunday, har yil pensiya jamg'armasi o'z daromadlaridan kam yashab ketadi, chunki ishlaydigan xalqning hissasi nafaqaxo'rlarga yetmaydi. O'zbekistonda tug'ilish hamon yuqori bo'lganiga qaramay, yosh odamlar ishga kirganida rasmiy hammasiga e'tirof etiladigan hujjatlar bilan kirmaydi. Bu holatda ham ularning ish haqidan pensiya jamg'armasiga badal tushmaydi. Mana shuning uchun har yili defitsit o'sadi, har yili byudjetdan ko'proq mablag' ajratiladi. Har yili nafaqalarni oshirish uchun prezident qaror qabul qilishdan oldin yuzlab majlislarda hisob-kitob qiladi. To'rtinchi muhim ma'lumot fiskal strategiyaning o'zi. Bu hujjatda yana nima yozilgan? Hujjatda aytiladi, 2030-yilgacha davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning 36% dan oshmasligi kerak. Bu qattiq moliya tartib qoidasi. Demak, hukumat qarzga ham kirib,
nafaqalarni keskin oshirib qo'ya olmaydi. U hamma narsani o'z daromadlari doirasida val qilishi kerak. Va bu ham nima uchun indeksatsiya hamma vaqt ehtiyotkor, o'z-o'zgina va prognoz bo'yicha bo'lishining sabablari. Ammo bu pullar qayerdan keladi? Ular ham soliqlardan, ular ham neft va gazning sotilishidan, ular ham ishlaydigan xalqning, yoshlarning hissa qo'shishidan. Demak, sizning qarilikdagi nafaqangiz bu tizimning katta bir majburiy loyihasi va har bir 10% oshirish uchun hukumat o'tirib hisoblaydi. Bu hisob kitob go'yda sizga yaxshilikdan ko'ra ko'proq zarar ham keltiradi. Chunki rasmiy va'da bir narsa, amaliy bajarish boshqa narsa. Endi men sizga yuristning 5 qadamini aytib beraman. Bu 5 qadam siz o'z nafaqangiz haqida hushyor bo'lishingiz va uni himoya qilishingiz uchun. Birinchi qadam, har yili 1 iyul yoki 1 avgust kunidan keyin yagona davlat xizmatlari portaliga kirib yoki davlat xizmatlari markaziga borib, o'z nafaqangizning hisob varag'ini oling. Unda qancha miqdorda oshirilgani, oldingi qancha edi va boshqa ma'lumotlar bo'ladi. Bu varaqning bir nusxasini o'zingizga oling. Ikkinchi qadam, oldingi yilgi hisob varag'ingiz bilan yangisini solishtiring. Agar indeksatsiya e'lon qilingan foizdan kam bo'lsa yoki umuman kelmagan bo'lsa, yozma ariza tayyorlang. Arizada aniq yozing: Prezident farmoniga asosan mening nafaqamni falon foizga oshirilishini so'rayman. Arizani 2 nusxada yozing va pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmasiga topshiring. Bitta nusxada qabul qilindi mo'ri bo'lsin. Bu mo'r sizning dalilingiz, bu siz hech kim sizni eshitmaydi. Maslahat: arizangizga o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, to'liq ism sharifingiz, shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, ro'yxatdan o'tgan manzilingiz, nafaqa kartochkasining raqami aniq yozing. Shuningdek, qanday qaror oladigan bo'lsangiz ham yozma ravishda javob talab qiling. Qonun javobni yozma ravishda berishni majbur qiladi. Agar javob telefon orqali aytilsa, hujjat yo'q, demak, hujjat yo'qligi uchun unga shikoyat qila olmaysiz. Shu muhim taktik nyuansni esingizga oling. Uchinchi qadam. Chin inflyatsiya bo'yicha dalillarni to'plang. So'nggi 2-3 yil davomidagi bozor chek fakturalarini, dorixona cheklarini, kommunal to'lov kvitantsiyalarini saqlab yuring. Shu dalillar bilan siz akam huzurida isbot qila olasiz. Rasmiy inflyatsiya 6%, lekin mening shaxsiy hayot qimmatligim 20% ga oshdi. Bu dalillar sizning suddagi asosiy hujjatingiz. Bundan tashqari, Mavalla qo'mitasidan, shuningdek yoshingiz, yolg'izligingiz, oilangizdagi shart-sharoitlar vaqtidagi ma'lumotnomalar ham juda muhim. Agar siz tajribali ijtimoiy xodimga murojaat qilsangiz, u sizga barcha zarur hujjatlarni tayyorlashda yordam bera oladi. Yil oxirida soliq deklaratsiyangizni ham saqlab yuring, bu ham hujjat sifatida qabul qilinadi. 4-qadam, agar pensiya jamg'armasi 10 kunlik muhlat ichida ariza bo'yicha javob bermasa yoki rad javobi bersa, shikoyat qilish yo'li boshlanadi. Birinchi pog'ona pensiya jamg'armasining markaziy boshqarmasi, ikkinchi pog'ona adliya vazirligi, uchinchi pog'ona Oliy Majlis huzuridagi inson huquqlari bo'yicha vakolatli vakil ombudsman. Har bir pog'onada qonun 10 kunlik javob muhlatini belgilaydi. Va nihoyat 5-qadam sud. Bu qadam ayniqsa jamoat da'volari bo'yicha juda samarali. Agar bir hududda 50-100 nafaqaxo'r birgalikda sudga murojaat qilsa, shanslar juda yuqori bo'ladi. Kam ta'minlangan fuqarolar uchun davlat tomonidan tekin huquqiy yordam ko'rsatiladi. Bu xizmatni advokatlar palatasi orqali olish mumkin. Mavalla raisidan tekin advokat olish uchun ma'lumotnoma so'rang, u sizga yordam beradi. Mana aziz vatandoshlar, men sizga bugun butun haqiqatni aytib berdim. Bu haqiqat go og'ir, go shirin, lekin hammasi haqiqatdir. Xulosa oddiy. Inflyatsiyadan yuqori indeksatsiya bu go'zal siyosiy va'da. Lekin bu va'da sizning nazoratingizsiz, sizning hushyorligingizsiz, sizning talabingizsiz to'la amalga oshmaydi. Tarix ko'rsatdiki, har qanday katta va'da faqat el talab qilgandagina bajariladi. Sovet davridagi ishchilar ittifoqlari ham bekorga kurashmasdi. Ular ish vaqti va ijtimoiy imtiyozlar uchun olimpiyada qilishar edi. Bugun ham siz nafaqaxo'rlar o'z ovozingizni eshittirishingiz kerak. Yolg'iz holda qiyin, lekin birga kuch. Mavalla bo'yicha yig'ilishing, oila bo'yicha so'zlashing, bolalaringiz va nevarangiz bilan birgalikda qaror qilishing. 7 marta keyinga surilgan target buning isbotidir. Har bir nafaqaxo'r o'z nafaqasining hisob varag'ini bilishi kerak.
har bir nafaqaxo'r o'z bozor hisob kitobini yuritishi kerak, har bir nafaqaxo'r kerakligida ariza yozishni, shikoyat qilishni, sudga borishni bilishi kerak. Siz o'z qarilikning loyiqli farovonligini olish uchun nam yoshlikdagi mehnatingizni himoya qilishingiz shart. Iltimos, bu rolikni o'z bolalaringizga, nevarangizga, mahallangizdagi qo'shnilaringizga, barcha otaxon va onaxonlarga ko'rsating. Biz qancha ko'p bo'lsak, ovozimiz shuncha kuchli eshitiladi. Bugun yosh ahoratli yigit yoki qiz bu videoni ko'rsa, u ertaga o'z otasiga, buvosiga, qarindoshlariga aytib berar edi. Qanday qilib hujjat yozish kerak, qanday qilib haqiqatni himoya qilish kerak. Shu tariqa bilim tarqaladi, shu tariqa adolat o'sadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda 3,5 milliondan ortiq nafaqaxo'r bor. Agar ularning har biri o'z huquqini bilsa va uni talab qilsa, bu mamlakatimizda butun pensiya tizimini yaxshi tomonga o'zgartirar edi. Sizning har bir arizangiz, sizning har bir shikoyatingiz, sizning har bir sudga murojaatingiz bu nafaqat sizning shaxsiy nafaqangizni oshiradi, balki umumiy tartib qoidalarni ham adolatliroq qilib o'zgartiradi. Kommentariylarda yozing. Siz qaysi shaharda yoki qishloqda yashaysiz, nafaqangiz so'nggi 2 yilda qancha oshirilgan va siz hayotingizda qanday narxlar eng tezroq o'sayotganini sezyapsiz. Sizning har bir so'zingiz bu mamlakatga adolat uchun kurashda qurol. Like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing. Shunda men sizga har bir yangi qonun haqida birinchilardan bo'lib aytib beraman. Esingizga bir muhim narsani olib qo'yay. Hech bir qonun, hech bir prezident farmoni, hech bir va'da siz talab qilmasangiz o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Haqiqat yo'li, talab yo'lidir. Siz indeksatsiya haqida har yili eshitasiz, siz narxlarning o'sishini har kuni ko'rasiz. Shu ikki vaqtni bog'lab boring va hech qachon o'z haqingizdan voz kechmang. Siz o'z mehnatingiz evazdir, siz o'z qarilikning loyiqli farovonligiga ega bo'lishingiz kerak. Men Rustam Nuriddinov, bu qonuniy nafaqa kanali. Sog' salomat bo'ling, uzoq umr ko'ring, huquqingizni himoya qilishni hech qachon unutmang. Keyingi rolikda ko'rishguncha. Xayr.